23 yoshida ehtiyotsizlik sabab 15 metr chuqurlikdagi quduqqa tushib ketgan Dostonbek Nishonov Farg'ona viloyati Oltiariq tumanining Ustoz mahallasida istiqomat qiladi. Bundan 5 yil avval 15 metr chuqurlikqa bahs hodisa ahvoli yiqilganman. Shundan beri ikkinchi guruh nogironiman. Baxtsiz hodisadan so'ng ikkinchi guruh nogironi bo'lib, imkoniyati cheklangan Dostonbek harakatdan to'xtamadi. O'zidagi shijoat va ishonch uni yana hayotda yaxshi yashash uchun kurashga undadi. Biroq ha deganda unga ish topilavermadi. Shu payt hududga yoshlar yetakchisi saylandi-yu, Dostonbekning muammosi qisqa muddatda hal etildi. Ancha yurishga qiynaldim. Shunda ham tushkunlikka tushmasdan o'zimga kuch topib, oilamga yordam bo'ladi deb ish izlab yoshlar yetakchisiga murojaat qildim. Ular mening holatimni o'rganib, menga material olishib berdi. Hozirda Ustoz mahallasidagi yoshlar yetakchisi Umidjon Yo'lchiboyevning ko'magi bilan Dostonbekka imtiyozli kredit asosida yuk tashuvchi mototsikl olib berilgan. Shundan buyon qahramonimizning ishlari chakki emas. Kundalik topadigan daromad ham havas qilsa arzigudek. Hozirda mana shu yuk tashishingiz natijasida qancha daromad topyapsiz kunlik? 200-250 ming daromad topib, oilamga yordam beryapman. Daromadlar yaxshi. Endi onamga dog'az kelin topib, oila qurib, uy-joy qilib, yaxshi hayot kechirmoqchiman. Albatta biz ham Dostonbekning o'tmishdagi hayot kechinmalarini tinglab, hozirda barchasi uning o'z irodasi va matonati. Qolaversa, yoshlar yetakchisining ko'magi bilan iziga tushib ketganidan xursand bo'lib, hududda yana qahramonimiz singari muammoli yoshlar bor yoki yo'qligi bilan qiziqdik va mahallada to'liq xatlov jarayonlarini o'tkazgan 5lik a'zosi, ya'ni yoshlar yetakchisini suhbatga tortdik. Joriy yilning boshida ham xatlov jarayoni bo'lib o'tib, ularda 50 nafar yoshlarimda muammo borligi aniqlandi. Va ularda muammolari dastlabki 20 nafar yoshga to'lov kontrakti bo'yicha yordam berildi. Hozirgi kunda to'lov kontrakti bo'yicha yordam berilgan yoshlarimiz daftardan chiqarildi, yordam berilib, undan tashqari ishlash istagida bo'lgan oliy ta'limni bitirgan 5 nafar yoshimni davlat muassasalari va xususiy tashkilotlarga ishga joylashtirdim. Yana tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan 8 nafar yoshimni o'sha imtiyozli kredit asosida ularning faoliyatini boshlashi uchun o'sha kerakli asbob-uskunalar olib berilib, hozirda o'z faoliyatlarini boshlashgan. Bundan tashqari hozirda 8 nafar qizlarimiz kasanachilikka biriktirib olingan, chorsi tikishib, hozirda tadbirkorlik faoliyatlarini o'sha bitta joyda boshlashgan, davom ettirishyapti. Shuningdek, hozirda 10 nafar muammosi bartaraf etilmagan yoshlarimiz turgan bo'lib, ularning muammolari o'rganilib, hozir jarayonda, Xudo xolasa hal etilyapti. Yil yakuniga qadar muammoli yoshimiz qolmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, aynidan 568 ta xonadondan iborat bo'lgan Ustoz mahallasida 2830 nafar aholi istiqomat qilib, ularning 900 ga yaqinini yoshlar tashkil etadi. Muammoli yoshlardan tashqari hududda iqtidorli yoshlar ham talaygina ekanligi, amaliyotga tatbiq etilgan 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi turli sport musobaqalarida mahalladagi yigit-qizlar yuqori natijalarni qayd etganidan yaxshi ma'lum. Hududimda muammoli yoshlardan tashqari xatlov jarayonida iqtidorli yoshlarni ham o'zim uchun aniqlab olganman. Har birini yo'nalish bo'yicha o'sha sportga biriktirib olingan 5 tashabbus olimpiadalarida qatnashib, ushbu yoshlar yengil atletika turi bo'yicha o'tkazilgan musobaqasida respublika bosqichida faxrli birinchi o'rinni olib, yoshlarimiz mahallamizga 360 million so'mlik universal sport kompleksini yutib kelishdi va hozirda ushbu kompleksdan yoshlarimiz foydalanishyapti. Bundan tashqari mahallamiz yoshlari 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilgan boshqa sport turlarida ham o'z faolliklarini ko'rsatib, DXX kubogida qatorasiga 2 yil Oltiariq tumani chempioni bo'ldik va viloyat bosqichida faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritib, sovrindorlar qatoridan joy olishdi bolalar. Har bir mahallada o'z iste'dodini namoyon etishni, o'qishni, ishlashni xohlaydigan va tadbirkorlik bilan shug'ullanishga ishtiyoqmand yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ularga kerakli va zarur ko'nikmalar berilsa, yoshlar o'z orzu maqsadlariga erishadi. Bu yo'lda esa har bir mahallada yigit-qizlarga yo'lboshchi bo'luvchi Umidjon Yo'lchiboyev singari zahmatkash, fidoyi va halol yoshlar yetakchisi bo'lsa, shuning o'zi kifoya. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun Farg'onadan.